Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda Isroil va Falastin o'rtasidagi uzoq vaqtdan beri davom etib kelayotgan mojaroga to'xtalamiz. Hozirgi kunda Falastin muammosining yechimi 1948-yildagiga nisbatan birmuncha muammolidek ko'rinmoqda. Aynan o'shanda Isroil davlati tashkil topgani e'lon qilingan va Arab-Isroil urushi boshlangan edi. O'tgan 70 yildan ortiq vaqt davomida 10 minglab insonlarning qurbon bo'lishiga olib kelgan bu nizo goh susayib, goh avj oladi. Ammo hech qachon butkul to'xtamaydi. Falastin jangarilari G'azo sektoridan turib Isroil shaharlariga raketa zarbalari beradi. Isroil mudofaa armiyasi namoyishchilarni o'ldiradi. Bularning bari bugungi kunda rasman jangovar harakatlar olib borilmayotgan vaqtda bo'lib o'tmoqda. AQSh, Rossiya, Birlashgan Millatlar Tashkiloti har doimgidek bu holatdan tashvish bildiradi. Maslahatlashuvlar o'tkazadi, ammo Isroil va Falastin o'rtasidagi mojaroga barham berilmaydi. Ular nega bir-birlarini bunchalik yomon ko'rishadi? Nima uchun butun dunyo bu nizoning barchani qanoatlantiradigan yechimini topa olmaydi? Nima uchun bu ikki xalq maydoni 25 ming kvadrat kilometr bo'lgan quyosh nuridan jizg'anak yerni talashib kelmoqda? Falastindagi Yahudiy podshohligi eramizning 1-asrida Rim imperiyasi zarbalari ostida qulagan. O'shandan buyon bu hududning xo'jayinlari bir necha bor almashgan. Ammo Yevropa davlatlari bo'ylab tarqalib ketgan yahudiylar bu yerni qaytishlari zarur bo'lgan muqaddas vatan deb hisoblab kelishgan. Avstro-vengriyalik jurnalist va Yahudiy davlatini tashkil etish tashabbuskori bo'lgan Teodor Gertselning eslashicha, sotqinlikda nohaq ayblangan fransuz armiyasining Yahudiy ofitseri Dreyfus ishi vaqtida yuzlab fransuzlar yahudiylarga o'lim deya hayqirishgan. Rossiya va Sharqiy Yevropada yahudiylarga qarshi hujumlar boshlangan. Germaniya va Avstriyada antisemit ruhidagi risolalar bitilgan. Gertsel boshqa bunday davom etishi mumkin emas. Yahudiylar o'z davlatlariga ega bo'lishlari zarur degan fikrga keladi. U 1896-yilda Yahudiy davlati nomli risolasini yozadi. Unda Gertsel yahudiylarga Falastinda o'z davlatlariga ega bo'lishlari uchun jahon hamjamiyatini yordam berishga chaqiradi. Bir yildan so'ng u Jahon sionistik tashkilotiga asos soladi. Sionizm yahudiylarning tarixiy vatanlariga qaytishi va u yerda o'z davlatini tashkil etish mafkurasidir. Asta-sekin, lekin sobit qadamlik bilan yahudiylarning Falastinga ko'chishlari o'sib boradi. Ularga Yevropadagi boy yahudiylar yordam beradi. Falastindan yer sotib olish uchun pul yig'ib berishadi. 19-asr o'rtalarida Falastinda taxminan 400 ming kishi istiqomat qilgan bo'lib, ulardan atigi 6 ming nafari yahudiylar, qolganlari esa sunniy arablar bo'lgan. Falastin Usmoniylar imperiyasining qashshoq viloyati bo'lib, yerlar asosan yirik arab feodallariga tegishli bo'lgan va ular yerlarni dehqon fallohlarga ijaraga berishgan. Jahon sionistik tashkiloti yerlarni aynan o'sha feodallardan sotib olgan va shundan so'ng sotuvchi ham, oluvchi ham dehqonlarga shart qo'ygan. Endi bu yerda yashashga haqqingiz yo'q. Boshqacha aytganda, kelgindilar fallohlarni yashash joyi va ishidan mahrum qilishgan. Nizoning asosiy sababi mana shunday paydo bo'lgan. Urushlar, zo'ravonlik va hududiy mojarolar. Bularning barchasi o'sha yer oldi sotisidan boshlangan. Falastinga ko'chib kelgan yahudiylar uchun bu ko'chish yuzlab yillik darbadarlikdan so'ng o'z vatanlariga qaytish edi. Asrlar davomida bu hududda yashab kelgan arablar uchun esa yahudiylarning ko'chib kelishi shubhali huquqqa ega bo'lgan chaqirilmagan mehmonlarning hujumi edi. Ular uchun bu go'yoki uyingizga notanish shaxslar kelib, qadim zamonlarda bu yerda ularning ajdodlari yashagani va shuning uchun bu ularning uyi ekanligini da'vo qilishdek gap edi. Har ikki tomonning da'vosi tushunarli va bu da'vo shu kungacha o'zgarmay kelmoqda. Isroilliklar uchun bu yer muqaddas tuproq, ona vatan. Arablar uchun sionistik ta'lim, yer tanasidagi o'simta va arab aholisining huquqlari poymol qilinadigan apartheid rejimi. Birinchi jahon urushi yakunida Usmoniylar imperiyasi parchalanib ketdi. Millatlar ligasi Falastin ustidan vaqtinchalik nazorat Buyuk Britaniyaga berilishini ma'lum qildi.
Bu mamlakat ma'muriyati nizolarni yechishga yordam beradi va davlatni yoki ikki davlatni mustaqillikka erishishga tayyorlaydi. Angliyaliklarning siyosati butunlay inqirozga uchradi. Bunga ehtimol ularning boshidanoq qarama-qarshi va'dalar bergani sabab bo'lgandir. Birinchidan, Birinchi jahon urushi davridayoq ular Makka sherifi Husayn ibn Aliga agarda u Usmoniylar imperiyasiga qarshi qo'zg'olon ko'tarsa va Antanta urushida g'alaba qozonsa, uni Falastinni ham qo'shib barcha arab yerlarining qiroli etib tayinlashga va'da berishgandi. Husayn kelishuvni bajardi, ammo inglizlar oxir-oqibat kelishuv rasmiy shartnoma maqomiga ega bo'lmaganini aytib, va'dalarini bajarishmadi. Ikkinchidan, 1917-yilda Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Artur Balfour Yahudiylar jamiyati vakili Lord Rothschildga maktub yo'lladi va uni zoti oliylarining hukumati Falastinda Yahudiy xalqining milliy o'chog'ini tashkil etish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishiga ishontirdi. Bu Yahudiylar davlatini tashkil etishga yordam berishni anglatardi. Ammo inglizlar bu yo'lda amaliy qadam qo'yishga shoshilishmadi. Bu ikkiyuzlamachilik g'azabga sabab bo'ldi va yahudiylar ham, arablar ham inglizlar siyosatiga qarshi bosh ko'tarishdi. Bu bir-birini ko'rgani ko'zi yo'q, ikki xalqni birlashtirgan yagona holat bo'ldi. Britaniya gubernatori Yahudiy va arablarning noroziliklaridan toqati toq bo'lganini shunday ifodalagandi: Arablarning shikoyatini 2 soat eshitsam, yahudiylarning sinagogiga borgim keladi. Sionistlar targ'ibotidan keyin esa islomni qabul qilishga tayyor holga kelaman. Yevropadagi 2 jahon urushi orasidagi keskinlik sababli yahudiylarning ko'chishi tezlashib ketdi. 1930-yillar oxiriga kelib, Ishuv, ya'ni Falastindagi yahudiylar jamiyati 400 ming kishiga yetdi. Siyosiy partiyalar, noqonuniy asosdagi qurollangan tashkilotlar paydo bo'ldi. Arablar soni esa 1 millionga yaqin bo'lib, ularning ham o'z harbiy guruhlari bor edi. 1939-yilda arab amaldorlarining bosimi ostida qolgan inglizlar yahudiylarning Falastinga ko'chib kelishlarini qat'iyan cheklab qo'yishdi. Hattoki Gitlerdan qochib kelayotgan yahudiylar to'la kemalar ham ortga Yevropaga qaytarib yuborildi. Bunga javoban Ishuv jangovar tashkilotlari inglizlarga qarshi partizanlik urushlarini boshlab yuborishdi. Gitler ustidan g'alaba qozonilganidan so'ng sionistlar Britaniya ma'muriyatiga qarshi yangi kuch bilan tashlanishdi. 1946-yilda Etzel tashkiloti jangarlari ma'muriyat qarorgohi joylashgan Shoh Dovud mehmonxonasini portlatib yuborishdi. 91 kishi halok bo'ldi. Qat'iy bosim o'z natijasini berdi. 1947-yil fevralda inglizlar Falastin muammosini hal qilishni yaqindagina tashkil topgan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga topshirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yahudiylar va arablarning yagona davlati haqida hech qanday gap so'z bo'lishi mumkin emas degan fikrga keldi. Shu zahoti qirg'inbarot boshlanishi mumkin. Hududni ikkiga, aholining joylashuviga qarab, yahudiy va arab davlatlariga bo'lish haqida qaror qabul qildi. 3 din shahri bo'lgan Quddus esa xalqaro hudud deb e'lon qilindi. Ishuv bu rejaga rozi bo'ldi, ammo arablar bu haqda eshitishni ham istashmadi. Falastinning biror qismi yahudiylarga tegadigan bo'lsa, bu yer olov va qon ichida qoladi, dedi Oliy Arab qo'mitasi vakili. Birlashgan Millatlar Tashkiloti baribir o'z fikrida qoldi. 1947-yil 29-noyabrda Falastinni bo'lish haqidagi rezolyutsiya qabul qilindi. 1948-yil 14-mayda David Ben-Gurion tomonidan Isroil mustaqilligi e'lon qilinishi bilan uning arab qo'shnilari Misr, Suriya, Transiordaniya, Livan, Iroq va boshqalar Isroilga bostirib kirishdi. Talab qat'iy edi. Falastin arablarniki bo'lishi shart. Yahudiylar istagan yerlariga ketishlari mumkin. Ammo arab davlatlari hech qanday natijaga erisha olmadi. 1949-yil iyuliga kelib, Isroil barcha hujumlarni qaytardi va bostirib kirgan qo'shinlarni yakson qildi. Shu bilan birga, u Birlashgan Millatlar Tashkiloti rejasida ajratilgan yerlardan ortiqcha yana 1300 kvadrat kilometr yerni bosib oldi. Falastinda arab davlatini tashkil etish uchun ajratilgan qolgan hududni Misr va Iordaniya o'z nazoratiga oldi. 1947-1949-yilgi urush Isroil tarixiga mustaqillik urushi nomi bilan kirdi. Ammo arablar uni Naqba, ya'ni falokat deb atashdi.
Aynan mana shu urushdan so'ng Falastin xalqining fojiasi boshlandi. Arablar Yahudiylar davlati uchun mo'ljallangan hududni ommaviy ravishda tark eta boshlashgandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitobiga ko'ra, qochoqlarning soni 750 ming kishini tashkil etgan. Ularning bu yerlarni tark etishlari sababi haqida hozirgacha bahslashib kelinadi. Isroil tarixchilari arablar o'z ixtiyorlari bilan ketishganini ta'kidlashadi. Isroil bosh vaziri Golda Meir esa Hayfadagi arablardan shaharni tark etmasliklarini yolvorib so'raganini aytadi. Boshqa yondashuvga ko'ra esa Isroildagi qurolli tashkilotlar arablarni siqib chiqarishgan, ularga nisbatan tahdid va zo'ravonliklar bo'lgan.